Bugun aziz yurtdoshlar sizlar bilan birgalikda va albatta sizlar guvoh bo'lib turasizlar. Biz Aziz akam, Durdonaxon bilan birgalikda 8 ta g'olibimizni aniqlab olamiz. Albatta bu g'oliblarimizni qanday aniqlaymiz? 8 ta ishtirokchini bugun tanlab olar ekanmiz. Undan 7 tasi umraga ziyorat yutib olishadi va bitta odam mashina yutib oladi. Boshlaymizmi? Albatta bo'lmasam tayyor bo'lsanglar, Ishtirokchilar boshlaymiz. soni mana 20 kiritildi va 27199 ta. va mana bu ukamiz kompyuter oldida o'tirgan ukamiz mana bu knopkani, yaratish knopkasini bossalar, birdan 27199 raqamlar orasida mana bu sifra aylanib, to'xtagan raqam ostida haligi ro'yxatni olib chiqing. Mana shu ro'yxatdagi inson mana raqamga ketyapti. O'sha raqam ostida mana qarangda, Andijon, Samarqand yokida Faxriddin ismlarigacha va telefon raqamlarigacha bor ekan. Bularning hammasi soxta emas, mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana to'xtatib turing. Mana bittasini o'qisak, mana Navoiy, To'rayev, Habib nomerlarini endi o'qimaymiz. Har bittasi haqiqiy o'sha sotib olgan. Demak, shu mahsulotni sotib olgan odam o'zini ro'yxatdan o'tkazgan va omadini sinab ko'rish uchun baxtli bilet olgan va o'sha biletni kimdir 27000 inson orasida yutadi. Agar tayyor bo'lsanglar, bo'lmasam birinchisini boshlaymiz. Qani bismillah. Bo'ldi, hozir biz komanda beramiz, siz knopkani bosasiz. Birga sanaymiz. 5, 4, 3, 2, 1. Marhamat. 21334-raqam ostida 21334-chi. topdingizmi? Mana, Qani. mana. Xorazm. Xorazm, Sardor ismlari, nomerlari 427 53 77. Raqam ostidagi g'olibimiz ismlarini Sardorbek dedikmi? Endi yana ham ishonchli bo'lish uchun xohlagan odam telefon qilib so'rashi mumkin. Rostdanmi? Demak, bu odam hozir yo'llamani 100% yutdilar. Lekin mashinami yo yo'llanmaligini o'sha kuni hal qilamiz. 8-mart sanasida xudo xolasa. Allo, assalomu alaykum. Sardorbekning nomerlariga to'g'ri tushdingmi? Xorazmdan siz. Oke, sizni tabriklaymiz. Ajr sedana mahsulotidan sotib olgan ekansiz. Ismi, familiyangiz ro'yxatga kiritilgan ekan. Biza Onyx mashinasini sovg'asini qo'yganmiz, lekin 8 ta ishtirokchidan birinchisi bo'ldingiz. 8-mart kuni sizga yana bog'lanamiz hozir. 8 ta ishtirokchi kelasizlar. Kimdir Onyx yutadi, qolganlar esa umra safarini yutadi. Biz sizni tabriklaymiz. Qayerga borish kerak? Toshkent shahriga kelishingiz kerak bo'ladi. Sizga xodimlarimiz hozir aloqaga chiqishadi. Sizni hamma savollaringizga bemalol javob berishadi. Rahmat, sizga salomat bo'ling. Yana bir bor tabriklaymiz. Xo'p, tayyor bo'lsak, keyingi g'olibimiz. Marhamat. 5, 4, 3, 2, 1. Ketdik. 3140 Surxondaryo, Ravshan aka, Ravshanjon 99lik 032 0854. Qani, Surxondaryoda ko'tarmayapsiz. Aka, yoqdimi mahsulotimiz? Tak, ko'tarmadimi? Marhamat, bosishingiz mumkin. 5, 4, 3, 2, 1. Qani, 26723-raqam ostida Toshkent, Abdulaziz 90lik 021 021 71 ha 47. Ismlari nima deydi? Abdulaziz. Abdulaziz, Toshkent. Alo. Assalomu alaykum Abdulaziz aka. Assalom. Charchamayapsizmi aka? Tuzukmisiz? Rahmatlar. Abdulaziz aka, biz Ajr Sedanadan sizga qo'ng'iroq qilyapmiz. Ismim Raimjon. Siz mana shu mahsulotdan xarid qilganmidingiz, do'stim? Qilganman. Agar xabaringiz bo'lsa, bizda hozir yil yakuni bo'lyapti. Mana shu yil yakunida 8 ta g'olibimizni aniqlab olamiz. Bularning ichida 7 ta umra safari, bitta Onyx avtomobili bor. Siz mana shu g'oliblarimizdan bittasi bo'ldingiz. Sizni 8-mart kuni albatta qayerga kelishingizni aytib o'tamiz va kimga umra safari, kimga Onyx avtomobili nasib qilishini mana shu 8 ta g'olibimizning ichida siz o'zingizlar aniqlab olasizlar. Tabriklayman, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Demak, 4-inchisi. 5, 4, 3, 2, 1. Kodi necha buni? 1424. Toshkent, Husan, adam ismlari ekan. 99. Yo'q, adam. Men o'zim olib boraman. 596 94. Husan aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sizni Ajr kompaniyasidan bezovta qilyapmiz. Men aktrisa Durdona Qurbonovaman. Sotib olganmidingiz Ajr mahsulotini? Sotib oldim. Hozir siz o'sha 8 ta ishtirokchilardan bittasiga aylandingiz.
8-mart kuni sizni chaqiramiz, adres, soat nechida kelishingizni aytamiz. Yoki avtomashina g'olibi bo'lasiz, yoki umraga ziyorat yutib olasiz. Xullas, quruq qo'l bilan ketmaysiz. 5-chi. 5, 4, 3, 2, 1. Sanagamiz albatta 7378 raqam ostidagi hamyurtimiz. 7378 Farg'ona viloyati Sirojiddin. Ikkita nomer qoldiribdilar, mabodo ololmay qolsam deb. 5-chisi bu. Ha, 5-chi. 5-chisi. Sirojin aka, assalomu alaykum. Bir o'zi keta. Siz Farg'onadanmisiz? Ha, Farg'onadan. Ajr mahsulotini sotib olganmisiz, qora sedani? Biz sizni Ajr kompaniyasidan bezovta qilyapmiz. Men aktrisaman, Durdona Qurbonova. Siz aynan shu yoki mashina yoki umraga yo'llanmani g'olibiga aylandingiz. Uni 8-martda kelganingizda yoki o'sha mashinani yoki umraga yo'llanmani olib ketasiz. Tabriklaymiz sizni. Necha yoshsiz? 70 yoshda. 70 yoshda. Umraga borganmisiz Sirojdan aka, uzr savolim uchun? Yo'q, hech bormagan. Voy, mana sizga Alloh Mashina xohlarmidingiz, umraga yo'llamam, qaysi birini niyat qilasiz? Nasib qilganida qizim. Mayli, salom. Bo'ldi. Xaridingiz uchun rahmat. Sizga yana aloqaga chiqishadi, to'liq ma'lumot berishadi. 8-mart kuni sizni kutamiz. 5, 4, 3, 2, 1. Qani 6-baxtli ishtirokchimiz 13. Samarqandlik ekanlar. Telefon qilib beraman, aka siz gaplashing endi. Ha, Umidjon. 97 Samarqandlik yurtdoshimiz 577 20. Umidjon do'stimiz albatta hozir g'olibimiz bo'ldilar. Hozir men Aziz akam qo'ng'iroq qilib gaplashadilar. Qani Umidjon. 13. Samarqand Umid. Assalomu alaykum. Ertaga yaxshimisiz? Sog' salomat. O'zi Ramazonlar bilan charchamayapsizmi? Aka, Ajr sedana mahsulotidan sotib olgan ekansiz. Bizda shunaqa bir sotib olgan insonlar orasida bir ajoyib sovg'alarni o'ynayotgandik. Siz g'olibimiz bittasisiz aka. Tabriklayman. 8-mart kuni 8 ta ishtirokchini g'olib aniqlab olyapmiz. Sizlarni chaqiramiz. 8 ta ishtirokchi orasida 7 kishi umraga safar yutib oladi. Bir omadi ko'proq kelgan inson esa 10x mashinasini yutib oladi. Shu 8 ta ishtirokchining ichida siz ham borsiz. Bo'ldi, 7-chi g'olibimizni aniqlab olamiz. 5, 4, Haligi aka olmadilar. 3, 2, 1. 475. Samarqanddan bo'ldilar yana. Ozoda. Bularga mahkama bo'ladigan ayol Ha, kishi. to'g'ri, ayol kishi. 93lik 249 O'ylaymanki, Ozoda ham 16 Nimaganlar bu? Assalomu alaykum, Ozoda opa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Samarqanddasiz, a? Ha? Taniysizmi Durdona Qurbonova degan aktrisani? Ha, taniyman. Ajr kompaniyasidan bezovta qilyapmiz. Ajr o'sha mahsulotni sotib olganmisiz? Ha, olganman. Durdona Qurbonova sizmi? Ha, xuddi o'zim. Yaxshisizmi? Durdona Qurbonova menga qilyapman deb. Qarang, sizga telefon qilyapti. Ajrdan shu narsani sotib olsangiz, mashhur odamlar sizga telefon qiladi. Ha, oldim men. Qachon oluvdingiz? Agar sir bo'lmasa, esla olsangiz. Qachon? Ro'zadan bir kun oldin oldimmi? 2 kun oldin oldim. Qarang, omadingiz bor ekan. Siz o'sha g'oliblar qatoridasiz. Biz sizni tabriklagani telefon qilyotgandik. Siz ishtirokchilar qatoridasiz. Tabriklaymiz. Rahmat. Qarang. Salomat bo'ling. Ozoda opa, tabriklaymiz sizni. Xursandmisiz, Ozoda opa? Ha, yemakchi ham Durdona Qurbonova gaplashyapman, ha? Qaysi kanaldan ko'rsa bo'ladi? Ajr sedana. Ajr sedana rasmiy sahifasiga kirsangiz, hozir jonli efir bo'lyapti. Instagram. Ko'rsangiz bo'ladi Instagramda. Bo'ldi, xo'p. Rahmat kattakon. 170 ta va 1,5 mingta, salkam 2 mingta insonlar ko'rib turibdi, hurmatli do'stlar. Jonli efirimiz manimcha 30-40 daqiqa davom etyapti va 7 ta g'olibni biz уже aniqladik. 8-chisi va oxirgi g'olibimiz Ajr sedana mahsulotini sotib olganlar orasida omadli 8 ta insonni 8-chisi va u 8 kishini 8-mart kuni Ajr sedana komandasi kutib oladi. Qaysidir baxtli inson 10x yutadilar. Undan qolgan 7 ta inson umraga. Ular ham baxtli-ku. Ular ham baxtli. O'zimiz 5, 4, 3, 2, 1. Marhamat.
2841. 2841 raqami ostidagi g'olibimiz albatta yurtdoshimizni hozir bilib olamiz. Toshkent Otabek Otabek. bo'ldi. Otabek. Eng oxirgi g'olibimiz negadir telefon ko'tarishlari Anons ham qiyin olmadi-ku, bo'lyapti. kimsa ham olmadi. Yo, bular balki olsalar kerak. Raqam yo'q ekanda, bitta ekan. Xo'p, yana bir marta qo'ng'iroq qilib ko'ramiz aziz yurtdoshlar. Mana o'zingizlar guvohi bo'lib Ravshan turibsizlar. akaga. Bir marta emas, mana ikkinchi marotaba ham telefon qilib ko'ryapmiz. Oldilar. Oldilar. Assalomu alaykum. Salom. Otabek, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Alaykum assalom, rahmat. Xo'p, Otabek aka, siz Ajir Sedana mahsulotini sotib olganmidingiz? Ha, olganmiz ha. Qachon oluvdingiz, agar esingizda bo'lsa? Qancha bo'lib qoldi? Qanchadan beri iste'mol qilib kelasiz? Yo, birinchi marta olishingizmidi? O'shani bir marta oldim, o'sha ikkita kapsula olib ichdimda. Ha, yashang. Xo'p. Bo'ladi. Sizga hozir Ajir Sedanadan biz sizga qo'ng'iroq qilyapmiz, do'stim. Hozir bizda yil sarhisobi bo'lyapti va bu yerda hozir 8 ta g'olibimizni aniqlayapmiz. Siz 8-g'olibimiz bo'ldingiz. Bu yerda yutuq nima bo'ladi? 7 ta umra safari va bitta Onix avtomobili bo'ladi. Siz hozir endi qaysi biriga ega bo'lganingizni 8-mart kuni sizga hozir xodimlarimiz aytishadi, qachon nechida qatga kelishingizni sizga aytib o'tishadi. O'sha 8 ta ishtirokchilarning ichida sizlar aynan qaysi biringlar Onix avtomobilini olasizlar, qaysi biringlar umra safarining egasi bo'lasizlar, o'shandan aniqlab olamiz, do'stim. Ha, qo'ya qo'ying. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz Otabek. Hozir mana Instagram sahifamizga kirsangiz, bizlarni bemalol jonli efirda kuzatishingiz mumkin. Ha. Bo'ldi. Rahmat, salomat bo'ling, sog' bo'ling, ishlaringizga omad. Xo'p, adashmasak bu qaysidir ma'noda bu narsaga yakun yasab bo'ldik. Hammanglarni tabriklaymiz, o'rtoqlar. 8 ta ishtirokchilarni aniqlab oldik. Xudo xolasa 8-mart kuni hammanglarni kutamiz va hamma o'sha tomoshabinlarni xalq oldida aynan shu 8 ta ishtirokchidan bittasi mana shu ko'rib turgan mashinalarni yutib oladi. Qolgan 7 tasi umraga yo'llanma yutib olishadi. Baribir hech kim quruq qo'l bilan ketmaydi. 8 ta inson ham o'z hadyasini oladi. Yana bir bor aziz yurtdoshlarimizga ro'za Ramazon oyi yana bir bor muborak bo'lsin deymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, ajrdan oling va ajrga ega bo'ling deymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.